jinni va sog'lom. Sayohatchilarning ikki xil turi bor. Pastdagi ko'rganlaringiz sog'lom sayohatchilar. Keladi, oilaviy maza qiladi, dam oladi, kayf sofa qiladi va ketadi. Miya saynaganlar esa qarshisida turibdi. Miya ketgan, tom ketgan. Oddiy sayohatlar bizni qoniqtirmaydi. O'zimizni qiynab, hansirab, o'pka og'izga tiqilib, til osilib, xarsang toshlar sakrab to tepaga chiqib, undan nariga tepaga bormagancha ko'ngil joyga tushmaydi. Menga o'xshagan sayohatchilar bormi? Mana shu videoni shunaqangi sayohatchilar jo'natib qo'yamiz yoki komment deb belgilab ketamiz. Sayohatlarimiz davom etyapti. Bizdan uzoqlashmang. Qiziqarli sayohatlar hali oldinda. Maqsadimiz Qo'ytosh tog'larining eng baland joyini aniqlab, keyingi sayohatda shu yerga ma'lumotnoma, tablitsa o'rnatish. Palanch cho'qqi, dengiz sathi shuncha metr balandlikda degan narsani o'rnatish uchun avval ukamiz Mirjalol hamrohligida, yo'lboshchiligida balandga chiqib, tepasini aniqlab, keyin yana kelamiz nasib bo'lsa. Rahmat.